Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Birodarlarim, yaxshimisizlar? Opalar, singillar, akalar, ukalar, otalar. Yaxshimisizlar? Ro'zalardan charchamasdan yuribsizlarmi? Hozir ko'p yana Facebookda YouTube'ga kirsangizlar hadischilar paydo bo'libdi. Hadisni inkor qiladiganlar. Hadis shu ixtilof shu hadisda yo'qsa bir nima demoqchi edim. Hadis kerak, hadis bo'lmaydi, lekin hadisni o'qib tartish qilish kerak, o'qish kerak. U farqi yo'q kimdan kelishidan qat'iy nazar. Chunki Alloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarni Qur'onda 2 marta ogohlantirdi. U payg'ambarni o'zini ogohlantirdi Alloh. Uni Qur'onga aytmasa ham bo'laydi, o'zini ogohlantirdi. Lekin Alloh shuni bildirishini aytdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bildirdi. Nima uchun? Payg'ambar 2 marta, bir martasiga aytdi, agar dedi vahiy bilan to'g'ri yo'lga solmaganimizda dedi Alloh adashib ketib o'zingizga zulm qilgan bo'laydi dedi-da, 2 marta ham ogohlantirdi. Shu uchun u bandaligi uchun. Payg'ambar ham bandada. Endi payg'ambarda adash ehtimol bo'lganda, qolgan hadis yozganlarni adash ehtimoli bor, katta. Bir xil nimalarni, hadislarni shayton buzgan hadis deyman. Nima uchun shayton buzgan hadis deyman? Qarang, Alloh Muso alayhisalomga Tavrotni nozil qildi. Shayton Tavrotga hujum qildi, insonni vasvas qildi, Muhammad Ahmad keladi degan oyatlarni yoshirdi, o'zgartirdi, tilini burab o'qidi. Natija nima bo'ldi? Natija Yahudining ko'p qismi gunohkor bo'lib qoldi. Endi Iso alayhisalomga Alloh Injilni nozil qildi. Shayton Injilga ham hujum qildi. Nima dedi? Iso Xudoning o'g'li, ota o'g'il muqaddas ruh degan bir xil oyatlarni kiritdi-da, shu insonni vasvas qilib shayton. Natijada nasroniyning ko'p qismini gunohkor qilib qo'ydi. Endi Qur'oni Karimga kelsak, Alloh Qur'oni Karimda aytdiki, biz Qur'oni Karimni qiyomatgacha o'z muhofazamizga olamiz dedi. Kimdan muhofaza qilyapti Alloh Qur'onni? Shaytonning hujumidan. Shayton Qur'onga yaqinlasha olmadi. Shayton o'sha siz aytadigan hadisga hujum qildi. Nimaga hujum qildi? Qur'onga yaqinlasha olmagandan keyin ummatni adashtirish uchun hadisga hujum qildi. O'qib ko'ring. Allohga, payg'ambarga, Qur'onga zarrachalik shubha uyg'otadigan hadis bu shayton buzgan hadis. Qo'rqmay aytavering. Men sizga o'ztasini aytib beraman. O'zimizni bir aql ilm bilan savol javob berdik. Shayton buzgan hadisga hech yo'l topolmaysiz-da. Mantiqiy javob bo'lmaydi. U siz Al-Buxoriyni o'zidan eshitganingiz yo'q. Nechta odamlar o'tib kelibdi, yo o'sha aytadigan ahli ilmlaringiz o'zidan quloqingiz bilan eshitmadingiz-da. U kelgancha necha kishini qo'lidan o'tib kelibdi u. Sahihiga ishonishimiz kerak deydilar. Zaifiga ishonmasa ham bo'ladi deydilar, yo. O'qib ko'rib, aql bilan, tafakkur bilan o'qib hadisni, shayton buzgan hadisni bilsangiz bo'ladi. Chunki u Qur'onga, Allohga shubha uyg'otadi. Payg'ambarga shubha uyg'otadi u hadis. Masalan, Alloh Qur'onda oyat tushirdi. Agar dedi, Muhammad dedi, Qur'onga o'zidan bitta so'z qo'shsa dedi, 2 qo'lini tutib shoh tomirini uzib tashlayman dedi. Buni Alloh aytdi bu oyat. Endi hadis bor ekan, emishki Muhammad sallallohu alayhi va sallam kasal bo'lganlarga Oysha onamizga Oysha bo'ynimni qon tomiri uzilganday bo'libdi deganmishlar. Nima demoqchi? Hadisning mazmunini o'qing, ma'nosini o'qing, nima demoqchi? Muhammad o'zidan Qur'onga so'z qo'shdi deb odamga shubha uyg'otibdi. Mana shunaqa shubha uyg'otadigan hadislar shayton buzgan hadis. Qo'rqmay aytavering. Tavrotni, Injilni insonni vasvas qilib oyatni o'zgargan hadis, o'zgartirgan shayton bizni hadisni ham o'zgartirishga aqli yetadi. Shu uchun hushyor bo'ling hadisda. O'qing, hadissiz iloji yo'q. O'qing, hadisni mazmuniga qarang. U zarrachalik, yana aytaman, zarrachalik Allohga, payg'ambarga, Qur'onga nisbatan shubha uyg'otadigan hadis bo'lsa, u kimda kelishidan qat'iy nazar, avtori kim bo'lishidan qat'iy nazar, u shayton buzgan hadisning. Chunki siz u avtorni o'zidan eshitganingiz yo'q. Necha odamning qo'lidan o'tib kelibdi u yozma bo'lib. Shu uchun birodarlarim hadisdan hushyor bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.